Görtürsene. Şimdi yarlı betaveradın ki Shohruzbekni uyi degan nom bilan atalgan. Yana ustalarimiz ishlab ketdilar, betonlarni quyib, bu joyni nodan diklasak bo'ladi. Laydan bo'lsa uni suvog'i bor, uni ertaga yorilishi bor, uni shkaturi bor, uni. Shohruzbek, ovozimni eshitding? Oldingizda choy akkala birsin, iloyim shu bolangiz. Konsertlarimizdan boshlanadi. Konsertlarimizdan bo'lgan xayriyalar bo'ladi. Shular bilan bitkazamiz, xudo xolasa o'rtoqlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari, do'stlar. Hafta bo'ldi bir ish boshlab qo'ydik. Yaxshi bir ishga bir obunachilarimiz bilan birgalikda ish boshlaganmiz, ya'ni xayrli ish. Shohruzbekni uyi degan nom bilan atalgan. Sizlarning duolaringiz bilan xudo xolasa yana ustalarimiz ishlab ketdilar, betonlarni quyib, chiroyli qilib. Xudo xolasa endi betonni qatsa, qolgan buyoqni ham davom ettiramiz. Ustalarning bir ishini tekshirib keting deb keldim. Xudo xolasa bitsa, ko'rib boraverasizlar, ajoyib bir xonadon bo'ladi degan umiddamiz. Kommentariyada izoh qoldirib o'tinglar. Bu joyni nodan diklasak bo'ladi. Birinchidan imkoniyatga qarab diklaymiz. Bekbashevga mahallaydan ko'tarib beringlar. Arzaroq tushadi dedi. Endi hozir bu yerda hech qanday bir bu joyni ko'tarish uchun hali yetarli mablag' yo'q. Borana qanot qilib, loydan ko'taraverik Rusana dedi. Yo'q, men loydan xalamayman dedim. Loydan bo'lsa uni suvog'i bor, uni ertaga yorilishi bor, uni shkaturi bor, uni keyin ustuna yana malyarkasi bor, uni bu joyni epey keltirincha biroz vaqt ketadi. To'g'ri. Qadimgi endi bu joylar yana loydan salgan. Yana samollarini ko'rtirsalar, yana yorug'ini ko'rtirskana. Onda yana ko'rsatib o'taman. Yana görtürsene. Şimdi yarlı betaveradın ki endi zaman rivojlandı, dünya rivojlandı. Adamlar endi nodan salışını bilip başladı, nishatib salışını bilip başladı. Qanaqa masalliq ketishini xudo xolasa endi bu alma turalarni behuda qo'ymadik o'rtoqlar, behuda. Bu yerdan kolonna chiqarsak, yandan kolonna, xudo xolasa o'rtadan ham kolonna bersak, aralarni penoblokdan qilib chiqamizmi? Shunday xulosalarga kelib turibmiz, endi imkoniyatga qarab. Pishkin kelishdan qilolmaymiz. Ham kelishdan bo'lgan taqdirdan beri bir shunchalim ertaga uni suvog'i bor, uni samollayi bor, uni. Assalomu alaykum Bekbashevga, yaxshimisiz, jonlimisiz? Hali ko'rishmadik. Rahmat. Choylar quyib ketdilar-ku. Ajoyib bo'pti, lekin betoni yaxshi. Yana boshlanishi yomon emas. Qarang, beton quyilgandan keyin rasmiy ulli joy deyim bo'ldi hozir. Ulli joy deyim bo'ldi hozir beton quyilgandan keyin. Xudo xolasa hali ichi katlari belgilanadi, hali ichi bo'linadi. O'rtoqlar, ko'rib boraverasizlar. Bizning kanalimizdan uzoqlashmanglar. Bekbashevga, siz yaxshimisiz? Shohruzbek yaxshimi? Ha, chiroyli bo'latirmi? Ha, bitta qataversin qani, qolganini keyin yana ne bir kelib, yana bu kolonnalarni quyib berikdirdilar. Shu kolonnalari bu yerdan ham kolonna qo'yiladi, shu o'rtadan ham kolonnalar bo'ladi. Asta-asta mablag'ga qarab boraveramiz-da, Bekbashevga. Hozir qisqa emas-ku, ha? Sağ olun. Ha, rahmat. Hemmeyze sağ yüreğinle maşallah utavergeyle Xudayım hemmezçiki. Vay kitgeyle Xudayım bizlere onun bergenini ondan Allah doldurgay Xudayım. İlayim. Hemmezçine rahmet. Shohruzbek, ovozimni eshitding? Dani güzel. Ovozimni eshitdi, qichqirdiq hech anlayina. Do'stlar kelinglar. Shohruzbek, ana, guliyib o'tiribdi yana qaranglar. Shohruzbek, altın balaşı. Qani, assalomu alaykum. Jonlimisiz? Yaxshimisiz? Qani bir gaplab qani, bir qichqirib obunachilarga. Ha. Yaxshi o'latirmoqi? Tüfelem nasıl yaxshi-ku? Keyfiyetlari yaxshi, ağaları joy solib berayotiraqi. Ana, ha? Ey tüfelem. Oy, malades ina. Xursand. Joy qachon bitadi deb turibdi endi bu? Ha? Bitadi, xudo xolasa tez bitadi. Duo qilib turaylar o'rtoqlar, Xudoyim shu ukamiz ham yaxshi bo'lib ketsin. Ava shu joylarning ichida yugurklab birsin, Bekbashevga. Hava birga oldingizda choy akkala birsin, iloyim shu bolangiz.
Apa navoy siz navoy kep berin deb turgay Xudoyim. Hava. İlayim. Hava. Hay, Bekbaşevka. İlayim şimdi boğay. Yine. Elbette hizmet etaman deb turibdi yine. Hava. Yaxshi, altın balaşı. Xudo xolasa ağaları birgalikda, hammamiz birgalikda obunachilar bilan birgalikda shu joyni bitizishga Xudo xolasa va'da beramiz. Birgalikda o'rtoqlar ko'maklashib turinglar, qo'llab-quvvatlab turinglar, duo qilib turinglar. Imkoniyatingiz bo'lsa shu Bekbaşevkam kartasına 5 so'm, 10 so'm yordam etib tursangiz, tushgan pullar bilan birgalikda Xudo xolasa harakat etamiz o'rtoqlar. Harakat etib turibmiz, qilamiz. Yana konsertlarimizdan boshlanadi. Konsertlarimizdan bo'lgan xayriyalar bo'ladi. Shular bilan bitkazamiz Xudo xolasa o'rtoqlar. Alloh razı olsun hammangizdan do'stlar. Sog' bo'linglar, qo'llab-quvvatlab boraverasizlar. Rahmat hammangizga. Sog' bo'linglar. Shahruzbek, rahmat ağalarına.